Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlar. Qanday yaxshimisizlar? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qarindosh yaxshi turdinglarmi? Uzun bo'ldi, gap qilishmag'ili. Yaxshi turdingmi? Yaxshi o'zingchi? Salomat berib olding Bahraynga. Alhamdulillah. Shu 3-chi kunim, alhamdulillah, techaman kelib oldim. Mani taqtib qo'ydi. Majbur mushtimlar QR kod bilan tekshirib nim qildi. Haqiqatan self isolation, yog'inlardan o'zing berib, o'zingni self isolate emas, rasmiy telefonini bog'lab turib, bo'lmasa shu jazo qo'yilgan gap. Covid testdan qilib. Shunday qilmam yaxshi. Ekranda qarindoshlarimiz yig'ilib qoldi. Hurmatli Uyg'ur qarindoshlarimiz, bugun Arslan bilan chiqishdagi maqsadimiz hozir dunyo vaziyati, Uyg'ur vaziyati intayin qalaymiqanchilik qilajak. Hozir biz Uyg'urlar vatandagi jazo lagerlari masalasi bo'lsin, vatandagi majbur emgak masalasi bo'lsin, vatandagi majburiy qisirlashtirish masalasi bo'lsin, hozir vatandagi majburiy doğru ish tuzish vaqalari bor. Hatto shu kamerani tutib turib, ishdangmi ishmadangmi deb shu ashada ish tuzib bo'lib, anandan keyin ma'lum shunday ishlar bor. Endi bu qandaq doğrular Adrian Zen degandek 2020-yilga kelganda Uyg'urlarningki nüfus ko'payish nisbati 0% kuchib qolganda endi. Bu vaqalar bor. Amerikada saylam kelyotidi, Amerikada ikkinchi qonun loyihasi, ya'ni majburiy emgak qonun loyihasi kelyotidi. Turkiyada ulishgun Uyg'urlar opam nada deb bir oilam nada deb bir tishörtni kiyib Taksim maydonida mangan vaqtida polislar, saqchilar tutib olib, shu yerda ko'ynaklarini ta'tir kiygizib, mana bugungacha bir hafta deb qo'yib kelman, bugunmi ko'ynagimni ta'tir kiyib keldim, mana marksist sanglab turdi. Shundoq qo'g'layotgan ishlar mavjud. Turkiyadagi Uyg'urlarningki masalan yaqinda burunqi Oq partiyaningki genel boshqoni, Turkiya tashqi ishlar ministrligi va Turkiyada prezident, ya'ni bo'lgan bir odam Ahmet Davutoğlu Türkiye'deki 50 ming Uyg'ur hozir xatar ichida bo'libmi Türkiye hukumatini Türkiye'nin kichik sheriki, o'rtaqi yoki bo'lmasa shu Turkiyani tang boshqaradigan odami kim o? Doğu Perinçek boshqaryotdi Turkiyani deb deyishning o'zi mencha bu Uyg'urlar voy ishing bo'lmaydi, ey aqay shaqay deb ishing bo'lmaydi deb mushkin qolgan millat bo'lgandan keyin bunimi deyishamdiq deyishmamdiq. Hozir nima qilishimiz kerak Uyg'urlar? Qaysi taraf qarab menishimiz kerak? Har tarafdan har xil gaplar chiqdi. Shunga mencha hamda bu yerda intellectual deymiz, hamda bundaq birligi vazni eg'ir, ishni qig'il bo'ladigan, masalan, shuar tarzda emas, Uyg'urlarga qanday qilib biz foydali ish qilib beramiz degan bir maqsadda vaziyat va harakat deb qo'ydik. Hozirgi vaziyat nima? Biz qanday harakat qilishimiz kerak? Mush to'g'riliq biz bir suhbat qilmoqchi. Arslan qanday qaraysa, qaysi temani biz boshda olib boramisak bo'lasanchi? Nurg'un tem bor bu yerda, shu asosiyatdan tashviqot ma'vu diqqat qilsanglar, hozir Xitoylar qanday qilyapti desanglar, xalqni kirgizmay, chunki ashada vatanimizda tekshirib olib borilsa kirgizmay, o'zining bir necha oqtanliklarni ish qilsa, masalan bir bisikletchi chiqdi, avstraliyalik bisikletchi chiqib, ana necha chatliklar biz kirib chiqdik, Şinjanni cho'glab chiqdik, u yerda bir zulm yo'q, anandan keyin palonchi, u yerda podkastchilar borchu, chatalik bo'lib yashaydi. Voy mening xo'shnam Tunganti, mening xo'shnam musulmon, normal madrasaga beraturu, halol yemekini yevaturu debchu. Men yaqin ikki Xitoy parastlarning podkastlarini chiqdimchu. Ularga endi bu gaplarni ishontirish bir yerda qolsin, hatto bor narsalarni boshqacha, ya'ni qo'l qo'ydim ba'zi ishlarga, chunki masalan ba'zi narsalarni paylaşımizga chiqiramiz. Zaten yaqinni yoqi haqiqatan jon narsalarni chiqarsak, nurg'unlarimiz masalan masjid bo'lmagan obrinlarni aylantirib yoki bo'lmasa Uyg'ur bo'lmagan bolalarni urib degan mushta Uyg'ur deb zaten jon narsa taqilib yuriydi, lekin bor narsalarni ular boshqacha interpret qilishmi, shuningga yana bir ularning Xitoylarning tashviqoti texnik kuchaymoqda va yonmayotdi Xitoylar. Yana o'zining gapiga turib nurg'un haq ishni biz deymiz-ku, bu Xitoyning propagandasi nimda ja haq nimishqa ishindi desak,
Xitoy necha million, necha milliard mablag'ni bekordan-bekor sanmaydi ekan o'zining tashviqotiga. Chunki dunyodagi milyonlarca, milliardlarca inson ishinyapti bu ishga. Ishonishning birdan-bir sababi nima uchun Amerika bu da'voni ko'tarib chiqadi? Amerika o'zi bir necha yilning yaqin 20 yilning yaqin bo'pmi 20 yilning yaqin musulmonlarga zulm qilib o'ttirasa, nima uchun bu yerdagi musulmonlarga sahib chiqadi? Nima uchun musulmon davlatlar, Turkiyadagi davlatlar Uyg'urlarga sahib chiqmayotdi? Agar haqiqatan zulm bo'lgan bo'lsa, musulmon davlatlar sahib chiqadi deb ma mesajni beryapti va dunyo xalqi yeyapti shuni. Amdi tünügün ben Türkiye HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu bilen aşınan kanlığı çıktım. Çıkışımdaki maksat şu, bilimen o AK Parti'ye yaxşı görmeydiğen, Milliyetçi Hareket Partisi yaxşı görmeydiğen, Uygurlar asasen kokap yakın gelmeydiğen bir partiyeninki azası. Birincisi, HDP Türkiye'de kanunluk bir partiye. Kanunluk bir partiye buluşulanla kanmay. Mesela Türkiye İşçiler Partisi var. 0,2% mesela saylamda bilet aldı ve Türkiye'nin iş kandak yerde bulanınki iş kandak bir nimisi yok, yüzü yok, inavet yok, iş nimisi yok. Ama HDP Türkiye Millet Meclisi'de, Büyük Millet Meclisi'de orundukları boğan, aşağıda milletvekilleri boğan bir partiye. Yani bu demek Türkiye'nin başkuruvatlarının bir kısmı HDP. Ama Uygurlar bunun yakın kelgen olmaydı çünkü hükümet yakın olmagalığı için, AK Parti'ye yakın olmagalığı için u yerda ko'rinib qilish xalamaydi. Bunu ben ayıplab deganim yok, bunu ben to'g'ri deb o'ylayman. Men bu Turkiyada bo'lgan bo'lsam, AK Partining chig'i tegib qo'ysam, yeyotgan nenimdan ayrilib qolamanmi, men haydayotgan mashinamdan ayrilib qolamanmi deb o'ylashim mumkin-ki. Ki Allohga shukr, men hech kimningki bir maoshiga qarashgan bir odam emas. Shunga qo'rqmay nim bo'lsa deyman. Endi shu HDP'ninki milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nunki 300 mingga yaqin nimesi var, takipçisi var kendine. Ergeçkisi meyli bu YouTube'da olsun, meyli bu Twitter'da olsun. Şu adamdan nahmeyden söhbet ötküzdükte. Bu şu Amerika'daydı, bu şu nimo Xitay. Bunların teşvikat intayın güçlük. Biz Uygurlarını bozak kılmadık, biz Uygurlar kırgınçılık kılmadık. Kırgınçılık kılgan bolsak bu nim kılmaydı. Demek Amerika'daki müşundak biri bizni kötürenmeydi, bizni körenmeydiğen, Cumgo'nunki güçlülüğünü kalamaydiğen bir devlet karçapla atıldı bizge. Bu Amerika'nın oyunu da başladı dedi. Bu nurgun insanlar bunun işindeyken degende men kopup ey Ömer Faruk Gergerlioğlu dedim de. Bundak deyişdeki maksat Xitay Müslüman devletleri, hatta Türkiye Tayyip Erdoğan'ınki, Recep Tayyip Erdoğan'ınki hürmetlik küyoğlu Türkiye Xitay'a berip 3,5 milyar dolar pul geldi. Onun için Recep Tayyip Erdoğan hürmetlik efendim Türkiye'den Cumhurbaşkanı bağlan vaxtıda 50 milyar dolarlık bu yerda bir ticari kilişim hazırlap geldi bu yerda. Bu yerda bu iki devletin oturusundaki iqtisadi menfaatda Uygurlarınki nimisi kanda takdirde emdi. Muşunun o'xshash, meyli bu Türkiye olsun, meyli bu başka Arap devletleri, Müslüman devletleri olsun, Uygurlarını setip Xitayga Uygurların qirg'inchilik qilma deyish uyoq tutulsin. Xitoyni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida qo'llayotgan nurg'un davlatlar bor. Demak, shu davlatlar qo'llayotgan bo'lg'achqa Xitoy nimdotida, "Ey, ma Uygurlar musulmon, ma Uygurlar Türk. Agar biz Uygurlarga qirg'inchilik qilgan bo'lsak, avval Turkiya nim deb ovozini chiqarmaydi. Avval nim deb musulmon davlatlar ovozini chiqarmaydi. Musulmon davlatlari hatto Turkiya bizning yinimizda tursa, demak, urug' tuqqanlarga chiqilgan ekan, avval urug' tuqqanlari sahib chiqish kerakdi. Avval o'zining diniy qarindoshlari sahib chiqish kerakdi. Ularningki sahib chiqmay, Amerikadagi Iroqda urush qilgan, Afg'onistonda urush qilgan bir davlatning sahib chiqishi, demakki bu Uyg'urlarning masalasi, Uyg'urlardagi qirg'inchilik nimadan derak berdi? Xitoyni Amerika ko'rolmaydi deb mushundoq deyish nimasidan endi. Bu yerda men shuni demoqchi endi. Bulubmu Turkiyadagi qarindoshlarimiz bor. Türkiye ta yaqingi zamonlarga qadar bütün İslam dünyasıga, Müslüman dünyasıga örnek bir demokrasi qilgan, örnek bir davlat bo'lib shakllanganda endi. Mush Türkiye'nin qilgan ishi intayin muhim. Agar hurmatli Recep Tayyip Erdoğan efendim Sharq Turkistonda qirg'inchilikni to'xtatsin deb bir gapni qilsa, uning agishdigan Dubayning sheyxi va Bahraynning sheyxi va Qatarning sheyxlari va boshqa Arab davlatlari va boshqa millatlar bor. Aşı adamning jim turib bilishining o'zimi hozirgi islom dunyosining aşu bu Türkiye'deki qarindoshlar jim turgan yerda bizga nima kapti deyishning o'zi vatandagi Uyg'urlarning qirg'inchiligiga texmi yo'l ochib turadi. Men shunday qarayman hozir. Shundoq. Shuning bilan birdan-bir dunyo xalqiga ishondiramaman. Chunki necha yilning yoqi Amerika
yağan təşviqat arqılıq Afganistan kirdi, yağan təşviqat arqılıq İraq kirdi, yağan təşviqat arqılıq Libiya kirdi. Mavu Amerikamo yana Xitoyni ularga kichik yo'qolang'u davlatlar hamda Xitoy bilan mashkisi so'qishib qolsa bu nihoyat butun dunyoga rasmiy 3-dunyo so'qishi aylanib qoldi deb xalq bundan keyin ishonmayotdi. Shuningga g'arb ming kuchsimi yana biz o'ylagandek, chunki biz Xudoning kuni Uyg'urning xabarini ko'ramiz. Xuddi butun dunyo ati Xitoyni o'rib o'tirgandek aslida his tuyg'u bo'ldi, lekin amaliy ahvol kelgancha unda bir yo'q. 11-oydan keyin Trump yuzini o'ramdi. Solchilar saylanib qolsa, u chog'da nim bo'ldi? Nurg'un ishlar oldimizda bor. Shu birdan-bir ham tashviqot, ham odam qutqizish mushuni jiqroq kuchaysak. Masalan, hozir shu Xitoyning mili o'kanda dedim masalan, mushu birdan-bir mushu ishni yurgizayotgan pul Uyg'ur davosini mi yurgizishmi pul? Xitoy pul bo'lmasa tashviqotini unda kuchlik aparamaydi, zulmni o kadar kuchlik bo'lolmaydi, o'zlarining askarlariga, soqchilarga pul berib bo'lmaydi, ishchidan ziddiyat bo'ldi. Shuning birdan-bir biz qilayligimiz masalan o'kanda men ko'rdim Maya Mitolova shu chaplayotdi masalan ma'u Xitoyning milida. Shunga mushtaq tashviqotlar qilib shu qarasak nurg'unlar shu shuarni bekchiq to'lab o'ttirliqda ish yo'q ya bo'lmasa bir-birimizni tillayotgan ishlarjiq. Shunga buni o'ylaganim bu. Gap kelganda hamda mening masalan Twitterda masalan shu Facebook tilisi maylati ham Twitterda xalqlarning oldida inglizcha tillab shunday qiliq ekran oldida meni avtonomchi deydigan har qancha olsun bunda döt yo'qdi deb o'ylayman. Mening qilayotgan ishlarim nerede bir yerda meni Quzat Altayni avtonomchi deyishning o'zi intayin uchiga chiqqan dötlük, qalvalik, komşalik, bunun ne axloqlar, ne aqllar. Ya bir adam aqlsiz bo'lsa, uning ichim og'riydi-da. Bir adam axloqsiz bo'lsa, uning ichi og'riydi. Eng ichini chiqari axloqsiz va aqlsiz. Ikkisi birli vaqt bo'lgan vaqtda intayin bir ichini chiqib ahvol shakllanadi ekan. Masalan, Facebookda ashlar yuzida xili bilingan insonlarmi. Men qop dedim, unda olsa bu mustaqillik to'g'riliq. Agar meni mush degan gapim avtonomchilik degan bo'lsa, bir kun burun Uyg'urlarga mustaqillik lozim, chunki Xitoylar bizni nim bo'lishidan qat'iy nazar biz yaxshi vatandosh bo'lamdimiz, yomon vatandosh bo'lamdimiz, partiya a'zosi bo'lamdimiz, yoki Uyg'ur tilini Xitoychadan paranglashmamiz, Xitoy Kommunist partiyasi, Xitoy davlati bizni o'ltaganda, shuning uchun bizga mustaqillik lozim deb bir hafta burun debdikanman. Qanaqada u yerda menga sen avtonomchi deyotdi. Endi bizning aramizda sen avtonomchi, men avtonomchi deb o'tabli kitamdi, vatanda inson o'lasa, yoki bo'lmasa kuchni Xitoy kompartiyasi qartamdi. Masalan, meni shu avtonomchi degan shaxsga, xili bilingan kitob yozgan ulus to'g'riliq shu bir shaxsga men xat yozib, unda olsa, men siz mustaqillikqa foydali chiqqan bo'lsangiz, men avtonomiyaga foydali chiqqan bo'lsam, ikkimiz sakniga chiqayli, chiqib sizning mustaqillik uchun atqan ma kesaklar bo'lsa, masalan, Sharq Turkiston mustaqillik deyishning o'zi, o hisob emas, o hammadan deydi u gapni. Qilgan amaliy ishlaringizni o'tirib qo'ying. Andan keyin mening qilgan vatanning mustaqilligi yo'lida mening to'sqan yo'limni siz isbotlang desam, jim yo'qolib ketdi endi. Endi bu yerda chet ellik qarindoshlarga, do'stlarimizga o'yin qilib o'tishning hojati yo'qdi. Lekin shunda shu kunimga bo'lgan ishlarmi, u yerda bo'ldi endi. Endi kelayli Xitoy kompartiyasi va Xitoy hukumati bizning qarindoshlarimizni qirg'in qilayotgan Xitoy hukumatining turishning yo'li nima? Masalan, yaqinda bir necha oydir yog'zi Amerika Uyg'ur birlashmasi va Uyg'ur kishilik huquq nimasi projekti UHRP ikkisiniki yetakchiligida rahbarligida 190 ga yaqin ommaviy tashkilotlar birlashib bir kompaniya qurdi. Bu kompaniyada maqsad butun shirkatlarga shu Xitoyninki Uyg'urlarni qo'l qilib ishlatayotgan bu mayli shirkat bo'lsin, masalan Adidas ninki zavodi bo'lsa, shu zavodda Uyg'ur ishlamda ishlamamdi. Ama bunun bilan qolmaydi. Shu Adidas mal ilayotgan, pachpurat nasib qilayotgan zavodlar bormi yo'qmi? Bu yerda Adidas bor, H&M bor, Nike bor, timsohning markasi bor, Kim bor, bir much markalar bor. Shular hozir nima ish qilyapti? Shuni qurib, o'tgan oyda buningki boshlang'ichni qildi. Buni qilgandan keyin ma timsoh markasi bor kiyimlar, qo'pib biz bundan keyin Xitoy bilan savdo qilmaymiz degan gaplarni qildi. Hatto Adidasdanmi, shunday cho'ng shirkatlardanmi biz bundan keyin diqqat qilamiz degan gaplar kelyapti. Demak, biz Uyg'urlar bir-birimizni tillab o'tmay. Hozir qilamiz desak, mayli olma shirkati bo'lsin. Masalan, Tim Cook, Amerikaning CEO'si
Ötken qitim mao nimede Amerika Meclisi'de bunu so'roqtatdi videodan. Muşundaq Uyg'urlarni muşundaq qul qilib ishlayotgan vaqtida seninki Alma şirketininki zavutlarda oylab bakınlar qanchalik pul topudumuş Alma şirketinin Xitoy Kompartiyasi. Alma şirketininki zavutlarda Uyg'urlar bormi deganda Tim Cook dedi. Men agar bundaq ishni bir bilib qolsam, hargiz yo'l qo'ymayman dedi. Ama bu yo'l qo'ymayman degan bilanning o'zi bu Alma şirketining o'zining zavutlarida, Alma şirketi parch taraflaydigan zavutlarda, logistik zavutlarda Uyg'ur yo'q deyilinmaydi. Biz qanday qilishimiz kerak? Biz aziz qarindoshlarimiz, ishonmaganlarga berib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xaybarni qanday qilganini o'qinglar. Bir shaharni suyini kesidi, yemagini kesidi, ashundoq kesgandan keyin ash shaxtumurlar bormi, bu yerdagi shaxtumurlarni bir-birlan vash kesgandan keyin bularga borgan qon to'xtaydi. Masalan, Turkiyada qarindoshimiz obdan biladi. Fatih Sultan Mehmet Anadolu Hisarını qurdi, zanjirni tortdi, nimaga? Bo'g'azga zanjirni tortib, shu yerga paraxutlarni kirgizib qo'ymaydi. Oylarcha embargo qo'ydi. Demak, shu Konstantinopolga yemek kirmay, mal kirmay, suv kirmay, nima kirmay, hech nima kirmay, eng oxirida bular ojizlashdi. Shu ojizlashgan vaqtida anondan hujum qilib, shu qal'ani oladi degan gap. İstanbulning Fatimi Anadolu Hisarını qurib, shu zanjirni tortib Konstantinopolga keladigan boyliqlarni to'sash bilan bo'lgan. Aziz Uyg'ur qarindoshlarim, biz bu yerda kechgacha sen avtonomchi, sen aqti, sen ko'kchi demay, hozir biz Xitoy Kompartiyasini birdan-bir kuchlantirayotgan narsa nima? Pul. Turkiyaga pul berdi, Turkiya Uyg'urlarni zinnatga tursunga o'xshash avatidi. Yoki biz Uyg'urning dushmani bo'lgan Xitoy Kompartiyasiningki ashadagi bosh elchisi Sat bir Tonkay Magnurova chiqib qadam xabar turk so'zlaydigan. Bir xabar turk nima deb Uyg'urni chiqarmaydi. 50 ming Uyg'ur varken maydonlarni mushlab birsinlar, xabar turk chiqsanlar bo'lmabdi. Shu odam chiqdi shu yerga. O Doğu Perinçek kanal Uyg'urlar qarchaplaydi. Nima deb nima qilmaydi? Pulni olgandan keyin shunda bo'ldi aziz qarindoshlar. Turkiyani qo'yali, Pokiston pul bilan setib olgan, Saudiya Arabiston butun davlatlar bilan pul bilan setib. Demak aziz qarindoshlarimiz, butun dunyodagi Uyg'urlar asosan hammalar uyning kirasini to'laysizlar, asosan hammalar mashina olan pulini to'laydi, telefon olan pulini to'laysizlar, yoki bo'lmasa uy olaning mortgagini hech bo'lmaganda ama oylik pul to'laysizlar. Shuni bir 6 oy to'lamay beqinglar, 6 oy go'shamay beqinglar, mushundaq siqram degansizlarki. Demak, bir oila mashunda, bir shirkat mashunda, shirkatlar pul kirmaganlik tufayli vayron bo'ladi. Shunga o'xshash davlatni biz Aşı Adidas'ını tutup, Zara'dan tutup, Apple'dan tutup bir-birlab Xitoyga kiradigan pulni kesishimiz kerak. Xitoy mal satanmaslik kerak. Bu bir. İkincisi, Xitoydan ishlab chiqarilgan malni dunyo xalqi olmaganligi uchun Adidas, Nike, Apple degandek shirkatlar zavodlarni Xitoydan o'tkazib chiqib, Bangladesh, Vietnam, Filippin, Indoneziya, Turkiya, Marrakesh degandek davlatlarga chiqargandan keyin hem Xitoyni ojizlashtirgan bo'lamiz, hem boshqa dunyoning boshqa davlatlarga iqtisodiy gullanish kelgan bo'lamiz. Uyg'urlarning vasilasi bilan hem biz Uyg'urlarni qutuldira olamiz shu yerdagi, hem Xitoyninki ojizlashi balki Sovet ittifoqi gibi bir pay o'q atmay vayron bo'lish girdobiga olib boramiz. Biz o'rningiz o'tirib kashishgacha vaqirab Uyg'urlarni tillab, meni tillab, Abdug'ani nimani Sabitni tillab, anandan keyin ma Arslan Hidoyatni tillab vatanni mustaqil qilmaydi qarindoshlar. To'g'rimi yo xatomi? Tamam mesela tamam. Ma bu fikrin nait orunluq da, lekin mesela odatdagi Uyg'ur. Ma bu nait yaxshi fikir mesela. Odatdagi Uyg'ur qanday qilish kerak? Odatdagi Uyg'ur qanday qilish kerak? Buni dedik, lekin buni amaliy jihatdan qanday aylantiramiz? Biz Amerika Uyg'ur birlashmasi kelishdan burun Amerikada majlisga berish bir siyosiy imtiyozdi. Adamdaki mesela siz bir qurultayning rahbari yoki bir tashkilotning rahbari bo'lsangiz, avvaliga millat vakillaridan ko'rishish xuddi menda qalanda abgog'il nima deb ko'rsin deb o'ylaydi. Xalqimiz shunda deb o'ylaydi. Biz kelgandan keyin nima dedik? Biz Sharq Turkiston davosini 3-5 adamning oqiyan chiqib, xolis qilib, xalimiz tormozni qisib menga bunda qildigan bir qilma emas. Hamma adam mayli boy bo'ling, mayli kambag'al bo'ling, mayli o'qigan bo'ling, mayli o'qimagan bo'ling, mayli lukchak bo'ling, mayli adablik bo'ling, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar vatan uchun ish qilaman aytgansiz, sizga sahna hozirlaymiz dedik. Demak, shuningdan keyin qanday bo'ldi? Biz masalan lobbichilik faoliyatlarimizda, birmuncha faoliyatlarimizda xalqimizni qanday qilib mush oldingi sahnaga chiqara olamiz. Bu yerda odatdagi insonlar qanday qilish kerak degan gap yo'q. Bu yerda Uyg'urlar qanday qilish kerak. Uyg'urlarning ishida buningdan keyin
Hem de bütün Uygurlar vay men adatik adamken ben o demek bu işini alaylı adam kıldı eken. Alaylı adam kimi? O Kuzat Altay yakınmısa palançı teşkilatın reisi yakınmısa palançı birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, yedinci hükümetindeki azaları dep ottasa o vaxtda bu 10, 15, 20, 30 adamla kolu uçup kalsa hey kardeşim vay hamınla Uygurlar 30 milyon Şark Türkistan halkınınki yükünü kanda kılıp 10 teşkilat götürdü. Hemmimiz çümülük okşaş birimiz bir tamçı su, birimiz bir tay muşunda urukunu götürelsek hem Uygur kılıç gerek. Bu bir. İkincisi, ameliyette kardeşim bu bir siyasi mesele emez. Bu bir siyasi talant gerek durduğun mesele emez. Kandak olaysız birincisi Twitter için. Facebook'ta Uygur'un tıllap, Uygur'ların kağap, mesela ben ettiğinden keşke Arslan Hidayet'e vay menin muşunda urtuk kalım tutup aldı. Arslan desem nim paydası var. Arslan berber bildi o. O vatandaki Uygurların dediği hiç kanda paydası yok. Arslan şu amması bir nananmaydı. Xitay'ın bir toşinanmaydı. Bu Xitay'ın bir toşinanmasan nim pay nim zini var Xitay'a. Demek biz derdimiz ne? Uygurlarga anlatış emez. Başka milletlerge anlatışımız gerek. Kanda anlatış birincisi İngilizce günüla. İkincisi ya Türkiye'de bana xat keldi mesela benim Twitter'da 15 bin takipçi alıp egeş gün boldu hazır. Bana xat keldi biz bilmeptimiz dep. Biz numus kılışımız gerek. Hatta şunçilik bir Uygurlarını kollaydıgan, milliyetçi, halkım deydigan insanların içinde 80 milyon insanga biz ve avazımızı özümüzün qeyrindaşlarımızga, özümüzün tarihi qeyrindaşlarımızga, bizni en yaxşı görüdügan milletke biz Uygurların davasını anlatamasak 8 milyar yer şarkı halkıga, nimedeki Bangladeş'deki, Madagaskar'daki, Zimbabwe'deki insanlar kanda anladığımız derdimiz ne? Ola kanda anlaydı. Demek şu yerden meyli Türkçe bulun, meyli İngilizce bulun, özünüzdeki aş devletinin tılda bulup mu Rusça degandek tıllarda biz Twitter'larını içip Xitay malları karşı. Çünkü bunda bir gap bak arkadaşlar. Mesela siz hoşluğunuzga hopup cezalarını takap verdiyseniz kanat takap verdi sizge. Hiç işini kıp veremeydi. Hatta siz gidip bir devletin rehberi desiniz mi, bir cezalarını takap verdiyseniz mi o takap veremeydi. Çünkü Xitayning igilik huquqi bo'lgan bir davlat o'zining davlatining ishida xolisi odam o'ldirdi, xolisi odam asidi, xolisi bijim qildi. Uningga aralashmaydi, aralash urush chiqdi. Demak, u xalqning qo'lidan kelmaydigan ishga atdiganni kashkicha jazolarni taqab deb zo'lg'anning foydasi yo'q. Ammo birinchisi davlatlar, ikkinchisi xalqlarning qo'lidan nima ish keladi? Bunda ish keladi. Davlatlarning qo'lidan Amerikaga o'xshash jazo lagerlarida ishlab chiqarilgan, majburiy emgaklarda ishlab chiqarilgan mallarning hammasini Amerikaga kirish yasoq yoki bo'lmasa cheklangan. Amerika yer sharidagi balkim eng cho'ng iste'molchi. Amerika agar yeyishni to'xtasa, butun dunyoning iqtisodi bayram bo'ldi. Ma gap men qo'ngan burutni taqman qolmaysizlar. Ma gap men aqmi quruplam qasam qurib taqman gap emas ma. Amerika agar dunyoning setilishini to'xtasa Xitoyning iqtisodi bayram bo'ldi, dunyoning iqtisodi bayram bo'ldi. Aldirab urush qilolmaydi bular. Amerika shuning uchun bir qonun chiqarib, Xitoydan kelgan hamma malni titimatdan qilib, shu Uyg'urlarni ishlatganligi bir nim bo'lsa, ammasa, demak Xitoylar majburiy Uyg'urlarni qo'yitishga majbur qiladi. Yoki bo'lsa zo'rli ishlayotgan Uyg'urlarni maosh berib ishlashga majbur qildi. Shuning o'zi urug' tuqqanlarimizni tuzganlik aziz qarindoshlar. Xitoyning agar biz mushundaq iqtisod ulni mushunda ta'riflasak, bizga erkinlik berdiki, hargiz hozirgi vaqtning nima bo'lmaydi. Demak, biz mustaqillikqa yana bir qadam yaqinlashishimiz degan gap. Amerika davlati mushu nimaga majburiy emgak qonun loyihasiga butun Amerikadagi Uyg'urlar butun kuch bilan qo'llash kerak. Bu bir. Amerikaga mushunda qonuniy legislation deymiz, qonunni o'tkazish kerak. Bu mayli nimdab Kanadadan chiqmaydi. Bu nimdab Avstraliyadan chiqmaydi. Bu nimdab Germaniyadan chiqmaydi. Masalan, Germaniyada bizniki dunyodagi eng kuchli, eng qudratli Uyg'urlarniki nimasi bor? Dünya Uygur kurultuyu var. Mesela Germaniyada nimde bir qonun loyihasi chiqmaydi? Nima deb Yevropa parlamentisida bir nima chiqmaydi, resolution chiqmaydi da? Shuni o'xshash. Hammamiz mushundaq oshqish nuqtalarda agar shu davlatlarga bisim qila olsak, shular butun dunyo xalqi birlashib, hukumatlar bu Xitoyninki milni ishlash kerak. Bu bir. Davlatlarga biz lobbichilik qilishimiz kerak. Buning uchun Amerikadagi Uyg'urlar mayli xat yozish, maktub yo'llash bo'lsin, mayli mesela Twitter kampanya bo'lsin, mayli inshaalloh mush virus tugagandan keyin ishni chekib parlamentlarda shu dadamni mushundaq qildi, akamni, singlimni mush turmalarda ishlatdi deydigan narsani qilish kerak. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, ommaviy tashkilotlar bor. Amnesty International, Human Rights Watch, Forced Labor, masalan mushundaq bir mush tashkilot, Turkiyada mazlumlar bor, EHH bor, shular bular bor. Shularga
Biz derdimizni anlatışımız gerek. Xitoy mallarını boykot qilaylik. Ey, Xitoy Huawei bilan Turkiyaninki şu texniklik jan tomirni qo'liga yuvaqlik qo'yaq ayda. Xitoy aşağıda telefon setib, belki 10 dollarga, 5 dollarga ishlab chiqargan Uyg'urlarni qul qilib ishlab chiqargan telefonlarini berib 1000 liraga, 2000 liraga, 5000 liraga Türklarga setib pulni sug'urib elib olsa, biz aşağıda ishib o'tiramdimiz. Nima deb Huawei Turkiyada oyoq tutib turlaydi? Nima deb Uyg'urlar Huawei'ni oldiga kirib o'tirib olmaydi? Qanday kiyimlarni kiyib? Demak, biz Turkiyadagi Xitoyninki iqtisodiy manfaatini, Yevropadagi Xitoyning iqtisodiy manfaatini bir-birlab jon tomirini kesib Xitoylarni titirishimiz kerak. Mushu ish. Buningga siz siyosatchi bo'lishingizni hojat yo'q. Qo'shningizni anglata olsangiz qo'shningizga, ma'lumingizga anglata olsangiz ma'lumingizga, shu o'zining Twitter'dan anglata olsangiz Twitter'ga Xitoy milini ammanglar, chunki Xitoy milida begunoh insonlarning qini bor deyish kerak. Buni hamma Uyg'ur qila oladi. Demak, men nima dedim aytmayman ayog'zi? Bu Amerika davlati bo'lsin, ommaviy tashkilotlar bo'lsin, xalq bo'lsin, bular qopib Xitoyning ishidagi jazolarni taqtanmaydi. Ammo bularning qo'ldan keldigini o'zining davlatidagi ishlar, o'zining qo'ldan keldigini nima? Agar men kredit kartini swipe qilamdim, qilmamdim. Xitoy meni ammasamamdimi? O'zimning idorasidagi ish bu. Ammo Xitoylarning taqash qo'lamdan kelmaydi. Demak, qonunlar chiqarish, Xitoyning milini boykot qilish, Xitoyning miliga qarshi yer shari xarakterlik shu propaganda ilib berishimiz kerak. Propaganda emas-ku, bu Xitoyning ishlab chiqargan malning hammasi asosan Uyg'urlarning qo'llig'i bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu ishlarga xalqimiz dardimizni kechgacha Arslan Hidoyat Abnumchi yoki bo'lsa Quzat Altayninki andiqandaq mandaq deb o'ttamay qarindoshlar. Biz shu ishlarni qilishimiz kerak. Iqtisodiy jihatdan Xitoylarga zarba beralsak, Xitoy bir pay o'qitilmay vayron bo'lish ehtimolligi intayin yuqori. 1 milliard 400 milyon inson och qolsa bir-birini yeydi qarindoshlar. Qapamaysa jiqqa ketib qoldim. Hech qisi yo'q. Boshqa bir temaga o'taylik xohlasan. Endi o'kanda ma qarindoshlarimiz chiqdi-ku, sen abay degandek, shu t-shirtni ta'tir nim qilg'izib degandek. Endi mani ko'rib nima kallamga keldi desam, shu Turkiyada endi Uyg'ur davosi tugdi deb ko'rdim-ku. Endi qanday desanglar, faqat shu konsulxonaning oldida namoyish qildigan, masalan shu musibat kunlarda namoyish qildigan bir shakl o'ynab qiliblam, boshqacha mushtaq xalqlar o'z oldiga chiqsa, bu cho'ng bir narsa qilmadi-ku. Albatta namoyish qilgan chog'da izin degan narsani oldi, lekin bu bir rasm tortish, bu odatdagi ishlamadi. Endi mushtaq narsalarga endi bir yo'l qo'ymasa, mushada endi Uyg'ur davosi, Uyg'ur davo qilish ve erkinlik tugdi deb ko'rdim. Sen bu ishga qanday qaraysan? Birinchisi qara, men gapni uchiqni desam xafamanlar, gapni uchiq qilgan odamga men. Mao ko'nglimga men Ochamning rasmini bosamdim, shaytonning rasmini bosamdim, kimning rasmi, Donald Trumpning rasmini bosamdim, o'zimning erkinligi. Har qanday bir davlatda bir insonni qanday ko'ylak kiyibsa, yoki bo'lsa ISIS, nima deymiz endi ISIS nima deydi? Mao nima deydi? ISIS bo'lmasa, o yerda o'zingizning bir ko'ylak kiyish erkinligi yo'qmi? Ben bu yer ağaçamda basamdım, anamda basamdım, yakımız şeytanın 5. çıkardım. Nima çatqın sen enke? Nima çıktı bular vaqiraptı mı? Bular Şarq Türkistan mustaqillik depti mi? Bular namoyish qildi. Hech nima qilmagan. Anam nerede deb tişörtni bassa, soqchi şu bir muncha istiqlolni jaddisi degan minglarchadan baya o soqchi şu timsiqlab yurib, mushlarni tepib, anamdagi ko'ylagini ya kattisi mayli. Mana ta'til o'rmay turib ketmaysa deyishning o'zi Uyg'ur davosi qilingan tarixiy bir haqorat. Bu Tel Avivda emas, Moskvada emas, bu Londonda emas, bu Uyg'urlarniki ana vatanida bilgan, Uyg'urlar eng jiq yashagan, xalq Uyg'urlarni eng qo'llaydigan, ham musulmon, ham turk bir davlatninki eng muhim bir shahrida, Yozgatda yoki bo'lsa İzmitda, u yerda bu yerda bo'lib chiqqan shirkat shaharlarda emas, İstanbulning o'rta yerida bo'lgan bir ish bo'lganligi uchun bu Uyg'ur davosi qilingan tarixiy bir haqorat. Ahmet Davuto'g'li men degandek 50 ming Uyg'ur hozir shundoq xatarda dedi-ku. Biz qaysi hukumat a'zosi inkor qiladi? Zinnatgul Tursun voqeasida og'zini pichoq ochmaydi bilan. Bir yig'izga qilinmaydi. Mening ma'o nimaga Fransiyaga qichib ketgan bir bola dedi, men Silivri jazoiga borgan vaqtida dedi, yuzlarcha Uyg'ur ko'rdim dedi. Menga ashla dedi. Palonchining ko'ziga sig'maganlar shu taqilib qoldi. Menga shunda dedi yashadi. U yerda Ahmet Davuto'g'li andab bo'g'icha bir Ahmet Davuto'g'li Turkiyaga boshbakan bo'lgan bir odam. Bu adam kopub 50 ming odam
Uyg'urninki hayoti xatar ichida desa o'qib uruplan tapgan gap emas bu. Buningki tunuydigan odamlar var, bunun bildiğin narsalar var, buningki bir inovati var. Bu degan bir partiyaning genel başkanı, bu degan Türkiye'ni boshqa olgan bir ikki odamlarning birisi. O'tganki 15-20 yilning ichida Türkiye siyosadagi eng muhim shaxslarning birisi. Mushu ham agar ashunda desa o'qib yag'an gapma. Bu adam yağancı gelmiş, andak gelmiş, mandak gelmiş. Yağancı olsa hürmetli Recep Tayyip Erdoğan efendim nimişka Ahmet Davutoğlu bilen jillarca mörü köreş kıldı. Bilemedim ha. Bir adam bilen ben sen bilen 15 gün aralarsam bileyim. Saklandım başkan bir yerin yaş görme deyim mesela. Mesela dem de 15 gün aralarsam de bilmemesini. Bir iki devletle otur bu iki şahsını bilmeyi turup mesela. Uyadı kopup lan derhal rast yaksan vallahi kapınmanla. Uygurlar nimdetmiş gün kaldı. Ya podakçılık, yalakçılık, şunçilik eğer ki kardeşim, aziz Uygurlarım, podakçılık kılmanla, hainlik kılmanla, yalakçılık kılmanla, sizlerge bir sunak berse, mengü sunak berge adam gidip, havuş bermenla özanlanın halkıga. Özanlanın kavminin yerine, cinunla çıkesimi, kallanla ketsimi, halkınlarını satmanla. Bu yerde minanki dediğim, iki yapının birisi olsa, üstüge bir Allah hatalık ötküzmeydi. Bu hatalık değil, ben mi ötküzmen? Trump mı ötküzdü? Hürmetlik Recep Tayyip Erdoğan efendi mi ötküzdü? Ahmet Davutoğlu mu ötküzdü? İnsan hatalık ötküzdü. Ötküzgen vakitte, biz hatalık ötküzgen vakitte alileri danadır, sizde çoğun adam yok, sizge tutuşma bir ibadet, siz degen Xuda dep kopsak, o insanga mı biz eskilik kılgan bulumuz. Zalimga, hata çıkan adamga, biz kandak zulüm kılımız? Zalimga tur demey turup, to'smaganligimizning o'zi shu odamga zulm qilmaganligimiz. Agar biz Recep Tayyip Erdo'g'anni yaxshi ko'rsak, agar biz Turkiyadagi qarindoshlarimizni yaxshi ko'rsak, xato ish qilgan vaqtida biz aynakni tutib qara, men bir narsani yaxshi yomon demayman, men aynak qara. Men aynak qarsang yuzingni shataqni ko'rsan deyish kerak. Bu yerda hamda yog'ondan podsho yalang'och bo'lsinmi, voy sizniki to'nlaringiz intoyin chiroqga, voy qaranglar mo'ringizniki men oltin qarang, voy Allah. Ya mandani podaqchiliklarni nomus qilinglar, nomus qilinglar. Xudo şunun qarab men Allohga shukr deb salaman. Masalan, yelim bu bir maaş alaman deb, o'ttagan yerimni qanda ayrilib qolaman deb qo'rqadigan qo'rqishim yo'q. Demak, bu siyosat kirish uchun mencha avval qo'saq to'yish kerak ekan. Bo'lmasa, sitib qo'sqini to'yg'izib bo'g'icha bo'liqi millat ulab tugab bo'ldi ekanda endi. Ikkinchi masala, biz Turkiya hukumatiga qanday rahmat aytishimiz kerakda, masalan. Bunda aziz qarindoshlarimiz, kichik vaqtimizda bizning mahallada oqsatadigan bir suvati pulni sitib aqtamak degan qiroyim var endi. Zahirlik chekimlik, uyushtirucu. Masalan, sitib bay olup anamdakin caminin birini qirg'iz bilan haramdan topgan puliga, o palonchi hojim, maşallah. Ey, haramdan topgan pulingga sen savob ishlanmaysan. Ha mening deganim nima? Turkiyada bir qism Uyg'urlarga vatandoshlik berib, yana bir qism Uyg'urlarni astirtin Xitoyga avatishning o'zi, vatandoshlik berganlarga amaliyotda qaroqchininki haramdan topgan puliga cami yaptırğanga o'xshash ish. Biz u yerda kichkina menga vatandoshlik berdi, bo'ldi, meni chaqirgan yillar monja jassun. Qarindishim, minglarcha Uyg'ur bayat surligi sarasan sarganda bo'lgan. Zinnatgul Tursun bilan ikki bu baq, hayotmi, o'ldimi qanday bilamiz. Yana Zinnatgul Tursundan boshqa kimdan avatdi qanday bilamiz. Agar biz ovozimizni chiqarmasak, teg'imi juq Uyg'ur avatdi. Mushundaq yaqib tursak, mushundaq gündemi kelib tursa masalan, mushundaq xalqaro Türk vaziyatida matbuotlarda, Twitter'larda, siyasetçiler hatta mayli HDP o'zining shaxsiy manfaati uchun qilsin, ashni bir begiz qilib, mana bunda sanjaymaydi desa, ala Uyg'urlarni avatishning o'rniga, voy mana deb o'zini isbotlash uchun bo'lsa-mi, Uyg'urlarga vatandoshlik bersa, o sen meni qopib 70 avlodimni tilla Turkiyadagi Uyg'urlar. Karim yo'q, ammo vatandoshlik chiqsa sana foydasi bor. Shunga mencha hamda bu yerda yalaqchilik qilishni tashlashimiz kerak, haqiqatlarni paranglashimiz kerak. Hiç olmaganda xalqqa anlatışımız kerak adımızını. Şunu o'ylaydi-chi, masalan, Türk hükümeti tillasak, Uyg'urning kuni tas bo'lib ketadi. Türk hükümeti sahip chiqmaydi deb aksincha tillagan siri mana amsa bo'pmo'yli dastlabda mana 50 ming Uyg'ur masalasi hatto Davuto'g'ludan burun qaytadan ikkinchi qatim avatish to'g'riliq xabar chiqqan chog'da bir kechining ichida nurg'un do'stlarim Turkiyada voy mening vatandoshligim chiqdi, mening iqomatim chiqdi deb darhol yana mushtaq deb turishning foydasi bor. Lekin albatta bu rahmatni bizga yetmaydi. Yana shu Recep Tayyip Erdo'g'an deydi, bo'pti, rahmat bizga lozim emas. Yetarki iling, yetarki güvenlik nimada bo'ling. Lekin siz o'zingiz nima deymiz,
xotirjam bo'lib bo'lgandan keyin bo'ldi men iqomat oldim, bo'ldi men endi jim tursam bo'ldi deb nima Allah qilmay, belasını versin. buning badalini to'lash kerak-da. Nima? Tabii özünün vatandaşlığını yapıp oğandan ki kuzatlar Arslan'dan Allah belasını versin. Masalan, shuningga men bak diqqat qildim. Masalan, tilidiq bir hafta o'tmas vatandaşlık. Ammo nim bo'ldi? O'ttirliqqa palonchi bilan ko'rashdi. Ularning ya bo'pti. Eyvallah, Allah bildi. Tamammi? Biz yerda talash tartışib biz qildik, u qildik. Lekin bu ishning foydasi bor. Arslan Bey, Deyishning bir foydasi bor. Arslan Bey, birincisi qara. Biz adam tılımıdıq. Adam tıllaş, ağaçanını, ananını, andaq mındaq dese tıllaş buldum. Sen Avustralya'da doğup çoğun oldun mı? Tanqid. Ha. Ma Arslan'ı bilmeydiğinler o nimi dep imlas hata, nimi dep Uygurca. Hey, Arslan Avustralya'da doğup çoğun oldu ama mınçık Uygur'un kişilik yaklaşının özü çoğun bir muvaffakiyet. Şu an bana bilip kılınlar kıyındaşlar. Bu bir. İkincisi biz tanqid kılıvatımız. Tanqid yani mi? Eynek tutup bir Eynek tutup bir diyen gap. Bir padişah yalang'aç bo'lsa, voy padişah alayları paltoringiz intayin chiroqkan, maşallah, barakallah, sizlik isl adam yo'q demay, padişah alayları ma avratlari uchiq qapti, taqvosizlar deyish kerak. Shunga bu yerda tillash emas, bu yerda tanqid qilish. Bu bir. Ikkinchisi aziz qarindishim, Turkiyada minglarcha balkim Uyg'urlar bo'lishi mumkin. Ya shularniki vatandoshlig'i chiqsa, u vaqtida sen meni tillamsa, tillamamsa, rasga qilsam men uchun muhim emas. Ammo bu yerda biz miyada erkin dunyoda yashayotgan bo'lg'achqa, bu bir. Ikkinchisi men elhamdülillah bir adamda maaşlığa adam emas. Şuna hiç kim qo'rqmay bu Amerika Uyg'ur birlashmasini menda tatib olamsa, yoki meni tushirtamsizlar, yoki biz oyoq bir partiya quramsizlar, o nima qilsanglar qilinglar, meni xiyolimda yo'q. Faqatla men o'zim to'g'ri bilgan ishni qilaman. O palonchining qapqi turilib qolaman, palonchi tilab ketaman. Unda yashagan nima paytsa, dunyoda bir qitim yashayman, men o'zim xohlagandek yashayman. O'g'on boldek yashaymiz, masalan, shu. Shuni meni demoqchi o'g'lim, bu yerda biz tanqid qilamiz, biz tilimiz Turkiya hukumatini. Biz ularga faqatla şu eynek tutup durbatımız. Şu yerda agar Uyg'urlarning ishlari yaxshi bo'lib qolsa, bulupmu biz erkinligimiz bo'g'ashqa, masalan Avstraliya vatandaşı, Amerika vatandaşı, ama Türkiye'de o iqomat chiqmagan Uyg'urlarningki hamda kuni tez ya ishlash izni bo'lmasa, ya bir yer tutilib qolsa, o dakki ishini qanday yashaydi bir inson? Qanday yashaydi? Va o'zingiz apostolingizni hisoblamamda, hech bo'lmaganda shularga bo'lsin og'il qo'yingda hamda. Biz hozirgacha masalan mening dadam sağ, lekin aning palonchining dadasi mening dadamda, palonchining onasi mening onamda. Biz aslida to'yg'uga kap bo'lamidiqchu. Kap bo'lamidiq. Shu bu qarindosh va ummatlik qarindoshim, musulmon qarindoshim deymiz, lekin amaliy harakat kelgan chog'da bu yo'q bo'lib qoldi. Lekin ba'zan savol tushadi. Sen şu Amerikada turib, ya men chet elda turib, Avstriyada bo'lib, ya'ni nimancha vaqtga kirishib qolsa kuzat bu Turkiyadagi ishlar. Shu yerda nurg'un tashkilotlar bor. Ular yetmamdi, ular Uyg'urlarga sahib chiqmamsan, nima uchun siz qilgan ishing yo'qmi deganlarga javobing nima? Birinchisi bu gaplar bek keldi. Ya bu Amerikada bo'lgandan keyin Amerikaning ishini qilsam, nima ish qilsa atqochilik qilib bizning ishimizga aralashib, bu biz o'zimizni 50 ming Uyg'ur bor edi, o'zimizning ishimizni o'zimiz qilaymiz. Sana nima kapto, yalan to'sh deganlar jiqamdan. Birinchisi men hamda rastga qilsam Amerikada tuzuk qilam ishkamidingna. Ya bazirim chiqmadi bu yerda. Ya xaxlaman voy demaydi. Shu ham Turkiyada bo'lsa azroq yusapay deb. Ana bir Turkiyada xaxlaman azroq bir atugin bir yo'l ichpasam azroq pul beramikin menga deb. Ashundaq quvvatma deydisam, meni avvalimni o'zinglar obdan bilasizlar. Allohga shukr. Hamda meningki shu Laos gapni qildigan Laoslarga so'raydigan savolim. Suriyada menga bir xat yozdi. Men mening bilishimcha 8 ming Uyg'ur o'ldi dedi. 8 ming Uyg'ur o'ldi dedi. Hada. Zaytunburunda taqdim baxtlar bilan, obtuzlar bilan Uyg'urlar Suriyaga avatilgan vaqtida Turkiyadagi 50 ming Uyg'ur nima deb boshqamidi? Nima deb to'smadi? Nima deb to'smadi? Uyg'urlar, yer shardagi Uyg'urlar shu vaqtida bir og'iz gap qilgan bo'lsa shu. Hozir masalan o'ldigini o'lib tugidi. Qolganlari sho'liqi Arabcha Naqshbandniki tankashligida tog'larga qora kiyimlarniki bomba bilan taq etib, shuning bilan o'qibligi qog'ozni o'qib, masalan nima qilib masalanchu nima ishlatdi masalan studio xarakterli Hollywood ishlangan filmlardek terrorist film ishlab turadi. Uyg'urlarga mushu ikkinchi dunyo urushidan keyingi eng cho'ng musibat naningki birsi diasporadagi Uyg'urlarga bizning Suriyadagi o'lgan qarindoshlarimiz. Suriyadagi qarindoshlarimizni to'siyolmay, Turkiyadan shu yerga Suriyaga odam solab berib,
Anından keyin şu Türkiye solamçılık qilib yurganlar, hozir Turkiyada mashin öy yurayotgan bo'lsa, shular qonun jazosi tortilmagan bo'lsa, bu bir. Zinnatgul Tursun evatilgan bo'lsa, bizningki hozir butun qarindoshlarimizning bir mo'chilari yabanchilar sho'basi tutib turilayotgan bo'lsa, masalan, nurg'un qarindoshlarimiz iqomatini ololmay mülk yurgan bo'lsa, demakki bizga ehtiyojimiz bor ekan. Demakki shu yerda ish qilayotganlar balkim hukumat ayol shu yerda turib, bu yerda turib, Uyg'urlar emas, hukumat ishlaydi ekan. Şuna biz hükümet işleydiğen AK Parti nimede vatanda Gonsandang Vensu'yda anadakin Türkiye'ye girip yine başka bir partiye Vensu'yu dikilinmaydı. Bu yerda men için Uygur'un menfaati birinci. Uygur'un menfaatini birinci orun koyup şu işini kıkan bolsa, mesela nimba Seyit'in Türkkan'la ola nima qilib etdi mesela Seyit o sünnet kültürsün meselesinden keyin o adam cimtumu demez mi? O aldığı çıktı diye Uygurlarni qaytarmaysa deb degandan keyin tasfiyati deymiz Türkçe. Tasfiyati degan gap quldagi huquqlarni asosida tatilish degan gap. Chetga qilib ubu qilib. Ashidam shu badanni to'ldi emasdan. Shu yerda yaloqchilik qilib, po'doqchilik qilib, oliylari yashasin, va yalang'och podshohimniki paltosi nima degan go'zal degan bo'lsa, hozir uningmi yaxshi bir o'rin beriladi. Masalan, shunga bizning bu yerga deyishki maqsadimiz ağzımızdan uçudaki bir gapga men bu yerda bir qiynini chiqarib biligimni kesib oldingi sat urush qilib o'lgim yo'q. Hech bo'lmaganda haftada 1-2 soat vaqtini chiqarib qo'ysam, shu yerdagi Uyg'urlarga azroq bo'lsin foydasi bo'larmikin deb aralashyapman. Onundan keyin vatandoshlikni olib qo'yganlarniki vatandoshlikka aralashmadim. O boshqa tashkilotlarning ishiga aralashmadim. U yerga masalan $100,000 pul avatib turdik Turkiyaga, masalan yordam qilib. Bu yerda ham biz bir urug' tuqqan biz bu yerda. Agar siz Turkiyada turib Amerikadagi ishlarga aralasha olsangiz, barakallah, maşallah, aralashing, ish qiling. Biz bu yerga oy nima deb Turkiya turib Amerika aralashsa demaymiz. Çavakçanımız, hoş olumuz. Nimişqa? Çünkü Uygur'unki işini bir adam qilmay, 10 adam qilgan bo'lsa, albatta hoş olumuz. Bu yerda sen meni ondan tatib olding, men seni ondan tatib oldim degan nima bor bu yerda? Vatanning manfaati bor bu yerda, Uyg'urning manfaati bor bu yerda. Nima qo'rqaysizlar, nima shalaqsizlar? Deb javob berman, sen-chu. Şu yerda haqsizlik borda, anamniki masalan şu mayli Türkiye'deki tashkilotlar bo'lsin, yoki bo'lmasa Türk vatandaşları bo'lsin, undaq Türkiye qarshi gap qilib bo'lolmaydi. Shuni birdan bir e'tirof qilishimiz kerak. Türkiye Xitoyga qaragan chog'da sal erkin bir davlat, lekin G'arb qaragan chog'da erkin emas bir davlat. Bu yerda qo'pib, G'arbda yashamay turib, Türkiye erkin bir davlat hech kim buni deyamaydi. Çünkü silishtirolmaysiz. Biz yaşaganlar ikki davlat yashab, men Turkiyada azg'icha iqomat qilyapman, 8-9 yil bo'ldi. Men silishtira olmayman. Turkiya erkin bir davlat emas. Boshqa G'arbga silishtirgancha bu mumkin emas bu. Xili Turkiya nima ancha-muncha Xitoydanmi jiq farqi yo'q ba'zi ishlar kelgan chog'da. Ama yana bir masala, shu vatandoshlik masalasi. Masalan, sen ukanda tweet attın ki bu vatandaşlık meselesi kelgan chog'da hech qanday tashkilot orqali emas, göç idorasi o'zi qilish kerak, chunki o'tirliqda ba'zi ishlar yuz berdi deb izlayapman topsam, lekin buni azroq bir ichib bergan bo'lsam, chunki bu nayt ig'ir bir ish. Chunki anlashimizcha hatto Uyg'ur bo'lmagan boshqa millatlarga ba'zi Qozog'lar, Tatarlar masalan situatgan to'g'riliq bir gaplar anlab qoldik hamda. Endi bunda qara, menga bevosita o'zi pul hajab olmagan insonlar gap qildi. Masalan, andan keyin bevosita men bu shunday qanchalik podoqchilik qilib ko'ziga kiramadim, men buni yaxshi ko'ramadim, shunga men vatandoshligim chiqmadi degan insonlar bo'ldi. Bu yerda u odamlar o'tirdi, qo'ymichilik qilamdi, qilmamdi, yemdi, yemamdi, Allohning o'zining o'tirisiga ish. Qo'ymichilik qilgan bo'lsa, u yerda vatandoshlikni ilib satgan bo'lsa, yoki quldagi amallardan foydalanib Uyg'urlarni suiiste'mol qilib Uyg'urlarning haqqini yegan bo'lsa, zahar ziqqin bo'lsin. Inshaalloh aş ağızdan, burnundan, ciğerlerden, aş üçeylerden çıksın. Balacaklardan çıkmasın ama kulaklardan, gözlerden çıksın diye devite bunu amin. Amin. Elf amin. Devite ikinci mesele dünyanın nerede? Dünyanın nerede? Mesela Amerika'da vatandaş çıkmak olan bir Uygur gelip Amerika Uygur Birleşmesi'ne hürmetli kuzat alileri bana bir vatandaşlık lazım diye silge ama 200 koyun vereyim. Bana bir manığı bir tangazap yanla. Anındaki ma kapanmayın bir vatandaşlığımızı bir çıkırıp egen bolsanlar demeydi bu yerda. Her qandaq bir davlatda vatandaşlık işlemleri davlatninki ko'chmanlar idorasi tarafidan boshqarildi. Xalq bevosita ko'chmanlar idorasiga berib, shu yerdan oldi shu narsani. Biz Amerika Uyg'ur birlashmamiz bilan eng cho'ng qilib beradigan ishimiz Uyg'urlarga Uyg'urlik guvohnomasi chiqarib beramiz. Burun pul oladigan shu ishlarga hozir pul olmay chiqarib beramiz. Nimishqa Uyg'ur bo'lgandan keyin Uyg'ur deb chiqarib beramiz-da.
Uyg'urlar qanday bildi? Amerikaliklar immigration imisiga bo'lsa, u yerda qanday bildi u yerda masalan. Shuna bu yerda jiq bo'lsa shu Uyg'urlikni isbotlash kerak bu bir. İkincisi bu o'tirg'i odam kirgandan keyin ham u yerda asta mendek adam yo'qkan degan ishlar chiqdi. Bu o'tirg'i chiqish kerak. Bu shunda ishlar, bu shunda pul xarjlaganlar, pul xarjlab vatandosh olganlar, o'zinglar Uyg'urlarga yomonlik boshlayapsizlar. O'zinglar Uyg'urlarga yomonlik qilyapsiz. Sizning o Davut Axunga berdigan, Savut Axunga berdigan bir 2000 dollar pulsingiz bor ekan. Pulingiz yo'q. İjtimlar qanday berdi? Qanday vatandosh qiladi? Agar ular pul bermasa, demak, siz pul berib olgan bilan u yer sizdan tugmaydi u. Ashdan kunib qolgan odam boshqalardan ham so'rayib turoldi. Bu qo'ymichilik ishlari eg'ir. Men borgan vaqtida o'quvchilik ishlari eg'irdi. O'quvchilikning ishlarida burs olgan ishlarda. Shu vaqtida diyorim minbirda men Uyg'urlarniki o'quvchilik qizib ketdi deb maqola yozib, shu vaqtida bir ekspress qilib ketgan. Men Turkiyaga vaqtimda hammadan biladi. Shu maqolani men yozgan, bugun e'tirof qildim, men qolganlar biladi uni. Shu. Mesela men hem senin ismini demey mesela men Trump'ni tillayman, Amerika davlat tillayman, Avstraliya davlat tillayman, Yevropani tillayman, mush Uyg'ur masalasi degan chog'im. Ben deymanki, onangni dadangni tillash u, tanqid qilma. Pardon, tillash emas, tanqid qilmanda. Chunki men deymanki, ey Amerika, hey Yevropa ya Avstraliya, sizlar naditdinglar? Sizlarning manfaatinglar bizga uyg'un kelgishi amlat narsa. Mesela Obama naditdi, Bush naditdi. Bush faqat shu Robiya onamiz bir ta rasm tushgan yeri bor. Clinton naditdi. Amerika şu hazır Xitayning mushunchilik kunga akay şu Amerika şu. Biz Turkiyani tillamaymiz. Kim o Uyg'urni mush kunga keltirgan bo'lsa, shular tillab bir tanqid qilaveramiz. Turkiyaga emas. Men shaxsan bu haqda hatto nurg'unlar menga yaqin Trumpni tillamay turinglar. Amerika yo'q, haq. Qo'rqmay hozir nurg'un Uyg'urlarni ko'rma. Voy, Alloh razı olsun İsrail. Allah razı olsun Hindiston. 8 kunning yaqin Filistinliklar bombalayotdi. Ammo kim deydi o? Mahmud Abbas Xitoyning qo'lida xo'p bo'lsin. Xalqning buni yo'qdan. Siyosatning nimani bilaylik-ku. Men shunchalik ichinmaylik. Uyg'urlar, Isroil, rahmat Yahudlar, Sionistlarga subhanalloh demga haqqoncha yordam bo'lsin-mi? Tamam, yordam qil, lekin ularga berilib ketmaylik. Biz buroqlam cho'qindigan yerga opiramiz-ku. Hozir Hindistonda necha million Müslümanlarni rasmiy bu videolarni ko'rsa qana zulm qilayotganini. Tamam. Hindiston ovoz chiqarsa, ularning shaxsiy manfaati, Uyg'urning manfaatiga nim qilishga biz ha ma'qul deb siyosat o'ynaymiz. Lekin undaq nimamizni setiyotmayli. Vaqt kelgan chog'da vatan uchun yanala shu musulmon qini oladi vatanni. Şu bıraklam azraq destek uchun 11-ayki nimishlar bo'ldi. Bütün dünya yüz öğrendi. Azı Avustralya'da vaksin tepilipti. Yılın ahırgıcı mecbur vaksin urmez Covid tügeydi. 6 ayının içinde. 6 aydan keyin dünya vaziyeti qanda bo'lib ketdi. Anligini o'tirmiz. Ana saylamdım men rastga qilsam o'zim bilmay qoldim-ku. Bo'libmi shu 11-oyda saylam keldi. Mencha Trump intayin xato boshqardi bu nimisini, shu vabo masalasini. Şu tüpeyden nurgun insanlar mesela 200 bin kişi çünkü ödemeden sani. Ama devlet rehberi buluş üstünden bir kademli hata alsa aslındakilerge 1000 kademlik bir ziyan buldu. Çünkü yerdeki bunda qarab mangan dikin. Ama bu yerde bir narsa iniq qilish kerak. Bu yerde birincisi devlet degan nima? Shaxs degan nima? Degandek narsalarni bilish kerak bu yerde. Bu yerde biz Amerika xato qildi demaymiz. Çünkü Amerika bir devlet. Bu Amerika xato qildi desam, mening aqlimdagi bayroq var. Men Amerika, men Amerika vatandaşı. Bu yerde Obama xato qilgan bo'lsa, Obama'nın xato qildi deyish kerak. Clinton xato qilgan bo'lsa, Clinton'ni xato qildi deyish kerak. Ama Clinton 9 ishni to'g'ri qilib, bir ishni xato qilgan bo'lsa, Clinton'ning 9 ishiga rahmat, ma bir ish xato deyish kerak. Mushnu adolat. Bu yerda bu tillash emas, tanqid qilish yoki bo'lmasa haqqoniyatni so'zlash. Shuna o'xshash biz bütün dünyada mayli bu İsrailiya bo'lsin, Uyg'urlarga foydali ish bo'lsa, eyvallah kardeş, qulam ko'ksimda mo'rni tirab Xitoyga bir sanjiydigan ish bo'lsa, men hozir Isroiliyaniki berib putuq suv chiqarasiz. Masalan, men suymayman, nomus qilmayman shu. Xitoyni ham vayron qilgan ish bo'lsa, berib har qanday odamning putini suymayman. Masalan, bu yerda masala nima? Bu yerda hatto Allohning Qur'oni Karimda musulmonlar Xudoyim bilan intayin yaxshi bir tijoratga kirishdi dedi. Agar bizning munosabatimiz bizning Tangri bilan bo'lgan munosabatimiz bir tijorat bo'lsa, demak har qanday narsa bir tijorat. Bu yerda olgulim, baggulim degan bir gap bor. Nimishqa biz
qanday qilib Amerikaning davlat manfaatiga Uyg'urning manfaatini bir-birisiga choplab, mening manfaatim, sening manfaating, ikkimizning manfaati bir yerdan chiqyotdi. Undaqda ikkimiz birlashib, Xitoyning kallasiga bolqidan birini urayli deya diguzalasak, Turkiyaning davlat manfaati bilan, yer shardagi xalqlarning manfaati bilan o'zimizning milliy manfaatini birlashtirgan vaqtimizda andan keyin Xitoyga biz bism qilaymizda bu yerga. Ammo bu yerda palonchi davlat bizga yardım qilib qo'ydi. Bundan keyin bizga xudo yo'q, mush davlatlar, mush shaxslar biz ibodat qilamiz deyishni o'zi xato. Shu. Ha, endi qaysi tema o'tamiz? Hamma tema. Amaliyotda vatandoshlik olgan Uyg'urlar bir ommaviy tashkilot qurgan bo'lsa, Uyg'urlarning saylan bilti bilan birga ekan bo'lsa, hamma Turkiya tashkilotlari saylan bilti uchun bo'lsa-mu, yaxshi qilgan bo'ladi. Bu saylan intayin muhim. Bu xalq masalan qo'rqmaslik kerak masalan saylan kirishdan burunchi. Masalan, hatto palonchining ko'ziga sat ko'rinib qolib turma kirgan bolalar bor ekan masalan. Mana dedi, Yevropa qishga kelgan bolalarning ichida palonchining ko'ziga sat ko'rib qolsa, shu turma kirsa da boshladi dedi. Palonchiga telefon qilib, "Mana chatoq ekan" deb qo'ysa, akirib Turkiyaga solab qo'yib, anamdan keyin bu Turkiyada yaman yer uchun bir narsa desa, avval solab qo'ydi ekan, anandan keyin uning bir gunoh ishlanmaganligini bilib bo'g'icha, o balları vayron bo'lib, uyining kirasini to'layolmay, shunday bo'lib ketgancha, shu hammadan tir-tir titraklik. Mushunga biz xotim berishimiz kerak. Mushundaq ishlarni Turkiyadagi muta qilayotgan qarindoshlarimiz, masalan, qizlarni atdiganda xotinlik qilib, kech qo'yitadigan muta qilib mushundaq qilayotganlarni, Uyg'urlarning ishida pul Uyg'urlarning qinni setib pul tepatganlarni yer shardagi boshqa Uyg'urlarga sizlar pash qilmasanlar, bu ishlar avjib chiqadi. Uyg'urlarga texmi cho'ng yanada yetkazdi. Bu yerda Turkiya deyishimizki maqsad Zimbabve'da 50 ming Turk yo'q, Uyg'ur yo'q. Yoqimiz Madagaskarda yo'q Uyg'urlar. Turkiyada shu Uyg'urlar, bizningki diasporadagi Uyg'urlarning kelajagi Turkiyada. Tugün Turkiyada yaxshi kunlar kelib qolsa, shu yerda bizningki mayli Uyg'urlarning armiyasi bo'lsin, mayli Uyg'urlarningki askarlari bo'lsin, mayli Uyg'urlarningki bütün ticaretçilerimizni tatib o'quvchilargacha cyber security masalan siber deymiz-ku, hackerlarni tatib hamma narsa aş Türkiye'de bu yer Amerika'da mening balammi masalan qachon cho'ng bo'lib, qachon Uyg'urcha bo'lib qanday qilib bo'ldi. Shunga Turkiyadagi Uyg'urlar butun dunyodagi Uyg'urlar uchun muhim. O bizning yerimizda turasında xatoda ya da mafiyalar bor ekan Turkiyada. Endi o bor ekan emas, Turkiyadagi Uyg'urlar desindan u gaplarni masalan. Ha, shu nimdeyim ben bilemedim yani. Bek korkunçluk ilaqi fakat bir haq so'zlatimizda ilaqi to'xtamay ilaqi yipib mushta haq so'zlagan chog'da bir ishlar bo'ldi. Chunki nurg'un qatamanga yuz berdi. Rasmiy ilaqi ba'zi insonlarning shu masalan deport ilaqi geri gönderme merkezlerinde ben bevosita shu muxbirlar bilan aloqani qurib bo'lgandan keyin, hikoyasi chiqib bo'lgandan keyin necha kun qala qolmay chiqib bo'ldi shuni. Nima uchun chiqib bo'ldi? Nima uchun shu maqola chiqishdan burun nima uchun qo'yib atmadi? To'g'ri deysan. Shunga vaqtmi bir berib qolibdi. Biz 1 soatdan o'shiq qilmaymiz degan-to'q. Mishada oxirlashamda qana qilamiz. Ekrandagi qarindoshlar, shu videomizni taqib qo'yinglar. Ana gaplarimizda haqiqatan biz bu yerda muhim bo'lgan narsa palonchining ko'ziga sat ko'rinib qolamanmi, ma nenimdan ayrilib qolamanmi degan bir dardimiz yo'q bizniki. Bu yerda bir siyosiy, iqtisodiy bir yoki bo'lmasa yuzimiz chiqdimi, men xiyolim kirib chiqqan bo'lsa, bu kun qolmaydiman. Masalan-chi, masalan. Uning nimamiz yo'q. Hamma gap yurakdan chiqdi. Davatimiz bu gaplarni. Kisanni yushatsang, o'lim oshkora degan bir gap bor Uyg'urchada. Shunga ashiyadagi jamiyatdagi eg'ir masalalar bo'lsa, o'tirib pashqillar chiqaringlar. Masalan, saylan bo'lsin butun dunyoda. Amerika'da mı saylan bo'lsin, Turkiyada mı saylan bo'lsin, ya men saylanib chiqib kelsam intayin qo'shilman. Nimishqa? Chunki bir demokrasiya bor ekan. Bir saylanib adil bir raqobat bo'libdi bu yerda. Demak, biz davlat qurishga tayyormiz. Oy davlat quramiz, vatanni mustaqil qilamiz. Ya bir tal tashkilotni saylab sen odamning akilanmasan, vatanni qanday mustaqil qilsa va masalanda shunga bu yerda butun bizningki symptom deymiz, kasalliklarimizniki teshig'i urgan masalan zukam bo'lgan bo'lsak, buning bo'lgan bo'lsak, uni yushirib bersak, yoki bo'lmasa o'limiz shu. Bu yerda kasal bo'lgan odam shu kasallikni o'tirg'i chiqarib, diagnoz qo'yib davolanish kerak. Eng birinchi davolanishdan burun shu kasallikka diagnoz qo'yish kerak. Shuning uchun kasalni yushasan o'lim oshkora. Turkiyadagi bo'lsin, dunyoning har qaysi joylarida bo'lsin, jamiyatimizda, Uyg'ur jamiyatida xato ishlar bo'lsa, ko'tarib o'tirg'i chiqish kerak mencha. Uyg'urni shikoyat qilib tutqizadigan ishlar bor ekan, men biraylarni ziyorat qildimmi, YouTube'da videosi bor edi masalan. Uyg'urlar bir-birini chiqib bilan tutqizadigan ishlarda masalan. Rahmat.
Şuna ko'rayotgan kunimiz bu. Rahmat, vaqtingni olib qoldik. Inshaalloh. Qalbimizni shiltayli, bir-birimizni tilmayli. Fikrimizni o'tirib qo'yaylik, lekin o'tirligimizda bir gapning ishi bo'lsa, bu Uyg'ur bizning oramizda munofiq bo'lish bek oson ekan-ku. Munofiq, murtad, xristian, ha? Xitoyga ishlash. Ilqim anaga aniq degan gapim, buni deyishni unutib qolibman. Bir gapning ishkisi bo'lsa, azroq yo'limizda boshqacha bo'lsa, Xitoyning o'yini. Ma falon Uyg'uriston emas, Xitoyning o'yini. Ballar Vangbada o'ynab yutibdi, Oqchekida Xitoyning o'yini. Abdunumchi. Ba'zi ishlarni o'zimizni ustiga olaylik. Xatolik bizda. Mushuni qachon tunigan chog'da xatolik menda degandan keyin, undan keyin tuzda qachonlik tamom Xitoyning nimasi borligi, Xitoyning o'yini. Bo'lmasa bunday bo'lmaydi. Tuniga bunday nima uchun bunday vaqtda chiqdi? Ya bu kadar conspiracy theory kirib ketmayli. Eng oxirida 2 minut vaqtimiz bor ekan, mencha muvofiq ko'rdim. Bizniki bir Uyg'urlarning tunilgan Kanadada Ruqiyat Turdish deb bir xonim bor. Ulus tutuvchilik to'g'ri kitob yozgan. Men bir tweet yozgandim. O tweetning burungi tweetlarim bor, Uyg'urlar mustaqil bo'lish kerak, bizning mustaqil bo'lishning boshqa yo'limiz yo'q. U bu deb bir mo'ch narsani aytgan. Andan keyin bir kuni men tuniga 3 kun bir tweet atganda edi. Tweetimda Uyg'urlar agar vatanda normal vatandosh bo'lsa, Uyg'urlarmi bor. Vatandosh normal vatandosh bo'lsa Uyg'urlarmi bor. Xitoy kompartiyasiga kommunist a'zosi bo'lib ishlayotgan Uyg'urlarmi bor. Shularni Xitoylar o'ltirib atadi. Demak, Uyg'urlar qanday qilish kerak deb savol so'radim-da men. Bu nima degan gap? Buni so'rashimdagi maqsad xalq buni ko'rgandan keyin Xitoyga obdan vatandosh bo'lib berdigan, gap anglaydigan, quloqni so'z jim turib turadigan odam bo'lsa-mu, kompartiya a'zosi bo'lsa-mu, Uyg'urli bo'lganligi uchun baribir o'tirdi ekan buni. Demak, bularga mustaqillik bermasa bo'lmaydi ekan deb miyada bunday bir tweet atdim. Assam shu yerda endi sen o'zingning ahmoqona avtonomchilik ideyalaringni boshqalarga taqatmay gaping o'zing qilib u bu deb gap qildi endi. Birinchi gap qilish bo'ldi. Andan keyin men o'zga ayrim xat yozdim. Yozgan xatimda men dedim, Uyg'urlar siz davomli mustaqillik deysiz. Siz Uyg'urlarning mustaqilligi uchun taroziga to'xtaydigan qilgan ishlaringizdan biz ekranga chiqaylik. Men Uyg'urlarning mustaqilligiga qarshi avtonomchilikni o'tirib ko'tarib chiqqan qilgan ishlarim bo'lsa, sizlardan shunday to'g'riliq biz bir suhbat o'tkazaylik xalqimizning orasida. Chunki bu yerda boshqa millatlarga o'yin qo'yib turishning hojati yo'q. Ya, bu yerda tillasanglar. Twitter'da xalqlar shunday deydi ekanda. Shunga mushada biz Twitter'da tillashmay, gap bo'lsa mushada qilaylik. O'ziga xat yozib qo'ydim xonim afandiga, Ruqiya Turdish xonimga. Javob bermadi. Ammo men mushada deb qo'yay, bo'lsa shunday chiqib bir mening vatanning mustaqilligini to'sash uchun atgan qadamlarini bir-birlab ko'rsatib bersin. Chunki Twitterda inglizcha shunday dedim emasmi? Andan keyin menmo vatanning mustaqilligi uchun nima ish qildi, shuni bilgim bor, shuni bir ko'rishim bor. Shuni bir Ruqiyat Turdish hadimiz deydi, çünkü benden biraz çoğun. Eğer ko'rgan bo'lsangiz, mushunga bir javob bergan bo'lsangiz inshaalloh. Pulda qarindoshlar, taqib qo'yinglar abay degandek. Boshqa gaplar bormi? Rahmat. Facebook qarindoshlar, videolarimizni taqib, yaxshi ko'rib, nima qilinglar, foydalaninglar. Bu yerda haqiqatan men degandek bu yurakdan chiqqan gaplarni hech kimga anglab qo'yinglar deb o'ylayman. Anandaki sağımı rahmet, muşunda bir ançı-munçı bir sohbet tuttursak, bence yaxşı da böyle sohbet tuttursak, 59 minut 15 sekund bo'ldi. Bütün ekran oldidagi qarindoshlarga hammalarga rahmat aytamiz. Yo'linglar ochiq bo'lsin, vatan uchun jim turmay kurash qilinglar. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatulloh.